Bugungi laboratoriya mashg'ulotimizda qon guruhlarini aniqlashni o'rganamiz. Birinchi nazariy tushuncha berib o'taman, keyin amaliyotni qo'llaymiz. Biz bilamizki, qon guruhlari aniqlash uchun bizda asosiy kerak bo'ladigan narsalar bular eritrositlar, ya'ni eritrositlar bular shakli elementlar hisoblanadi. Shakli elementlar o'zi eritrositlar, leykositlar hamda trombositlardan tashkil topgan bo'ladi. Keyin qon plazmasi. Qon plazmasini o'rganayotganimizda, demak bizda aglutinin bo'ladi, ya'ni qon plazmasida aglutinin bo'lishi mumkin. Alfa, beta birga kelishi mumkin, yoki alohida aglutinin beta bo'lib kelishi mumkin, yoki alfa bo'lib kelishi mumkin, yoki umuman uchramasligi mumkin. Endi shakli elementlardagi eritrositlarda esa aglutinogen uchraydi, ya'ni uni qobig'ida uchraydi. U umuman bo'lmasligi mumkin, ya'ni nol shaklda yo'q shaklda yozilishi mumkin. Yoki ikkinchi qon guruhimizda esa, demak bu aglutinogen A holatda kelishi mumkin, yoki B holatda kelishi mumkin, yoki A va B holatda kelishi mumkin. Endi ana shunga qarab biz qonni 4 ta guruhga bo'lib o'rganamiz. Demak, birinchi qon guruhida plazmada aglutinin alfa va beta uchraydi. Demak, eritrositda aglutinogen esa bo'lmaydi. Ikkinchi qon guruhimizda esa aglutinin beta keladi. Eritrositlar qobig'ida aglutinogen A keladi. Uchinchi qon guruhimizda esa plazmada aglutinin A, eritrositlarda aglutinogen B uchrashi mumkin. To'rtinchi qon guruhimizda esa plazmada aglutinin bo'lmaydi, ya'ni minus yoziladi. Eritrositlarda aglutinogen A va B bo'ladi. Endi bizda A bilan eritrositlardagi agar alfa eritrositdagi aglutinogenga beta bilan ikkalasi keladigan bo'lsa, demak bu yerda aglutinatsiya hodisasi ro'y beradi. Yoki aglutinin beta bilan aglutinogen B keladigan bo'lsa, bunda ham aglutinatsiya hodisasi ro'y beradi. Endi shu uchun qon guruhlariga qarab, qaysi guruhga qaysi qon guruhini qo'yishini aniqlab olamiz. Demak, birinchi qon guruhimiz bu donor hisoblanadi. Chunki unda aglutinogen, ya'ni eritrositda aglutinogen bo'lmaganligi hisobiga u demak ikkinchi qon guruhiga ham bera oladi, uchinchi qon guruhiga ham bera oladi hamda to'rtinchi qon guruhiga ham berib biladi. Ikkinchi qon guruhimiz esa faqat ikki o'ziga o'zi bera oladi yoki to'rtinchi qon guruhimizga bera oladi. Uchinchi qon guruhimiz esa u o'ziga o'zi bera oladi va to'rtinchi qon guruhimizga berib biladi. Endi olishga keladigan bo'lsak, ya'ni qaysi qon guruhidan olishi mumkin? Birinchi qon guruhimiz faqat hamma qon guruhiga berishi mumkin, faqat lekin o'zidan olishi mumkin. Ikkinchi qon guruhimiz esa faqat ikkidan ola oladi va birdan ola oladi. Uchinchi qon guruhimiz esa birinchi qon guruhidan olishi mumkin va uchinchi qon guruhidan qonni olishi mumkin bo'ladi. To'rtinchi qon guruhimiz hamma guruhlardan olishi mumkin, faqat o'ziga o'zi bera oladi. Demak, endi qon guruhlarimizni ham insonlar orasida turlicha foizlarda tarqalgan bo'ladi. Ya'ni birinchi qon guruhimiz 40% aholida uchraydi, ikkinchi qon guruhimiz 39% aholida uchraydi, uchinchi qon guruhimiz 15% aholida uchraydi hamda to'rtinchi qon guruhimiz esa 6% aholida uchraydi. Undan tashqari faktorlarimiz bor, ya'ni rezus omillarimiz bor. Demak, bular musbat yoki manfiy bo'lishi mumkin. Demak, birinchi qonimiz ham manfiy, ham musbat holatda uchrashi mumkin. Endi qon berayotganda ham faktorlarimizga e'tibor qaratamiz. Manfiy qonni musbat qonga qo'yib bo'lmaydi. Unda ham aglutinatsiya hodisasi ro'y beradi. Buni ham tarqalishi turlicha bo'ladi. Ya'ni 85% aholimizda musbat qonlar uchraydi, 15% aholida esa manfiy qonlar uchraydi. Nazariy tushunchani o'rgandik. Endi uni amaliyotda qo'llaymiz. Demak, ishtonimiz tayyor. Endi laboratoriya mashg'ulotini amaliyot qismini boshlaymiz. Demak, bu uchun bizga kerak bo'ladigan narsalarimiz qon zardoblari edi. Qon zardoblarini solib oldik. Undan tashqari bizda qon bor. Endi bu qonlarni tomizamiz va buni tushuntirib o'tganimdek, qaysida aglutinatsiya hodisasi ro'y bergan bo'lsa, o'sha qon guruhiga mansub bo'lmaydi. Qaysida aglutinatsiya hodisasi ro'y bermagan bo'lsa, o'sha qon guruhi bo'lib chiqadi. Demak, mana ko'rib turganingizdek, mana bu yoqqa solindi. Mana birinchi qon guruhimizning zardobi, ikkinchi qon guruhimizning zardobi hamda uchinchi qon guruhimizning zardobi. Demak, biz bunga qondan ozroq olib tomizamiz.
Qonlarimizni tomizib bo'ldik. Endi bularni aralashtiramiz. Uch 4 daqiqa kutamiz. Qaysi agglutinatsiya hodisasi ro'y bergan bo'lsa, o'sha qon guruhiga mansub bo'lmaydi. Qaysi agglutinatsiya ro'y bermagan bo'lsa, o'sha qon guruhi bo'lib chiqadi. Uch 4 daqiqadan keyin aniq bo'ladi. Mana 3-4 daqiqadan keyin kuzatyapmiz. Qarang, birinchi qon guruhimizda agglutinatsiya ro'y bergan, ikkinchi qon guruhimizda agglutinatsiya ro'y bergan, uchinchi qon guruhimizda esa agglutinatsiya ro'y bermagan. Demak, topshirgan bemorimiz uchinchi qon guruhi bo'ladi. Tajribamiz bajarildi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi.